Biz bugun xuddi shunday Minecraft tajdlarni yo'q qilishga harakat qilamiz. Lekin bu qo'limizdan keladimi? Yo'lda bizni qanday qiyinchiliklar kutyapti va bizning xayolimizga nimalarni qurish keladi? Bularning hammasini bilib olish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Ha, aytgancha biz yoz oxirigacha 400 mingta bo'lish maqsadimizga erisha oldik. Har bitta obuna bo'lib meni qo'llab-quvvatlagan insonga katta rahmat. Agar shu paytgacha qandaydir mo'jiza tufayli obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq buni to'g'rilang. Chunki bizning maqsadimiz endi 500 mingta. Aytgancha men mana bu videoda sizlardan 40 mingta like so'ragandim. Sizlar 53 mingta qo'yibsizlar. Bu shunchaki dahshat. Xo'sh, balki bu videoda 60 mingta yashashga harakat qilib ko'rarmiz, a? Nima bo'lganda ham biz boshladik. Ha, Arti pachoqsan. Chizgan narsalar tiriladi videosi. Hammaga yoqqanigani qurgan narsalar tiriladi o'ylayapsanmi? Ha, yana buni odamlar ko'rishni xohlayapti. Bizdagi narsalarni solib qo'yamiz yo'qolmasligi uchun. Men bilaman bu tugmalar nima qilishini ko'rsataymi, to'xta, men ko'rsatay shuni. Ishladi-ku, endi sirib ketdi. Xitoynikidan qo'yib tashlashganda menga o'xshagan baquvvatdan qo'yish kerak edi. Ha, to'g'ri tushundingiz. Qora tugmani